Namangan shahar davlat xizmatlari markazi yetakchi mutaxassisi Farhodbek aka Adashbayev bugun studiyamiz mehmonilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Bugungi demak mavzuyimiz ham ma'lum ekan Farhodbek aka, mana so'nggi yillarda yurtimizda yo'l transport hodisasini demak kamaytirish, mana shu turli ko'ngilsizlik oqibatlarini va haydovchilik guvohnomalarini olish bo'yicha kuchaytirilgan tartib demak joriy qilinmoqda. Bunda aynan o'sha haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishni xohlagan fuqarolarimiz ko'p sonli mana shu testlardan o'tib maxsus demak o'sha bilimga ega bo'lganlardan so'nggina topshirilmoqda. Aynan savolimiz bor shu mavzuda. Ro'shanaxon. Men milliy haydovchilik guvohnomasini olishim uchun birinchi bo'lib qayerga murojaat qilishim kerak? Degan savol bor albatta. Vazirlar Mahkamasini 2018-yilgi 408-sonli qarori hamda 2023-yilgi 152-sonli qaroriga asosan bugungi kunda Namangan viloyati davlat xizmatlari markazida bevosita haydovchilik guvohnomasini berish xizmati yo'lga qo'yilgan. Buni berish birinchi marta olishingizni tartibi shundaki, imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgandan so'ng ham tashrif buyurib yoki interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, ya'ni my.gov.uz sayti orqali so'rovnoma to'ldirgan holatda birinchi marta milliy haydovchilik guvohnomasini olishingiz mumkin. Albatta juda ham ajoyib javob bo'ldi. Shu bilan birga Farhodbek aka, mana shu milliy haydovchilik guvohnomasiga test topshirish uchun qanday hujjatlar talab etiladi? Test topshirish uchun birinchi galda hududiy tibbiyot birlashmangizdan sog'lomligingiz to'g'risida ma'lumotnoma olib, har bitta hududda o'zini vatanparvar tashkilotlari yoki xususiy maktablar tashkil etilgan. O'shalarga hujjat topshirgan holatda 3 oy muddat haydovchilik guvohnomasiga o'qiysiz. Ya'ni men B toifani nazarda tutib aytyapman. Eng yengil B toifasiga 3 oy muddat o'qiladi. O'qilgandan so'ng hozirgi kunda Namangan shahar va yuksalish hududida xususiy imtihon topshirish markazi, test markazi ochilgan. U yerda imtihon topshirasiz. Agar muvaffaqiyatli o'tsangiz, shundan so'ng tashrif buyurib davlat xizmatlaridan yoki onlayn orqali haydovchilik guvohnomasini olishingiz mumkin. Juda ham ajoyib va bir savol bor, juda ham qiziqarli. Mana shu imtihon topshirish jarayonida ketma-ket muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, yana imkoniyat beriladimi? Yana u imkoniyat beriladi. Bir haftada yana qayta topshirish imkoniyatingiz bo'ladi. Bu necha martagacha mumkin bo'ladi? Uni chegarasi belgilanmagan. O'zingizni tayyor his qilgan holatda xususiy bo'lganligi uchun belgilangan to'lov summasini to'lab turib, yana qayta topshirib olish imkoniyatingiz bor. Juda ham ajoyib javob bo'ldi va bizda bir noma bor, ularni ham o'qib egillarga, ya'ni sizga savol tariqasida bersak. Men Xorazm viloyatida doimiy ro'yxatda turaman, lekin ishlash joyim Namangan viloyatida. Hozirda haydovchilik guvohnomamni yo'qotib qo'yganman. Shu haydovchilik guvohnomamni Namangan viloyatida qayta tiklata olamanmi degan savol bilan murojaat qilganlar 6980 egasi. Qanday javob berasiz? O'rinli savol beribdilar. Bugungi kunda eng ko'p uchrayotgan muammolardan bittasi, ya'ni haydovchilik guvohnomasini yo'qotish ko'p odat tusiga aylanib qoldi desak ham bo'ladi. Tez uchratmoqdamiz. Tez uchratmoqdamiz. Shu muammoda endi Xorazm viloyatidanman deyaptilar. Hozirgi kunda Adliya vazirligi bilan Ichki ishlar vazirligini o'zaro qo'shma hamkorligi asosida elektron platforma tizimi joriy etilgan. Ya'niki eksterritorial tamoyil asosida. Ya'niki xorazmlik fuqaroyimiz bemalol Namangan shahar davlat xizmatlaridan kelib, eski milliy haydovchilik guvohnomasini yo'qolganini yangisiga almashtirib tiklatish imkoniyatlari mavjud. Ya'ni bunda nima qilinadi? Kerakli hujjatlarni aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda hududiy yashash hududlarida atrofdagi tibbiyot birlashmalaridan sog'lomliklari, ya'ni haydovchilikka yaroqliliklar to'g'risida ma'lumotnoma olib, davlat xizmatlari markaziga shaxslarni tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat etadilar. Murojaat biz so'rovnomani elektron platformamiz orqali Xorazm viloyatiga jo'natamiz. Xorazm viloyati ro'yxatdan o'tkazish bo'limi bizda yo'qolgan haydovchilik guvohnomasini tiklash bo'yicha e'tirozimiz mavjud emas degan javob bergandan keyin bir ish kunida yangi haydovchilik guvohnomasini chiqarib qo'llarga beramiz. Mana shu haydovchilik guvohnomasi deylik boshqa viloyatda yo'qolib qoldi va u yerda siz darhol tiklatish
demak tiklashingiz kerak bo'ladi. U holatda o'sha hududdagi adliya vazirliklariga yoki ichki ishlarga murojaat qilsa bo'ladimi? Davlat qaysi hududda yashasalar, o'sha hududdagi davlat xizmatlariga murojaat qilib, milliy haydovchilik guvohnomasini tiklatish imkoniyati bor bugun. Garchi safarda bo'lsalar ham. Ha, faqat O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lsalar bo'ldi. Demak, ichki Tiklata oladilar. albatta. Juda ham ajoyib javob bo'ldi. Yana savolimiz bor. Meni 1995-yilda olingan haydovchilik guvohnomam bor. Ayrim sabablarga ko'ra guvohnomamni almashtira olmadim. Bugungi kunda guvohnomaga ehtiyoj tug'ilyapti. Shu guvohnomani almashtirishim haqida qisqa tushuntirish bersangiz degan savolni yuborganlar. Eski milliy haydovchilik guvohnomasini almashtirish xizmatlari bor bizda. Hozirgacha ham ishlab kelmoqdamiz shu bo'yicha. Bugungi kunda bir yilda o'rtacha 70 ming yoki 60 mingga yaqin murojaatlar kelib tushadi. Mana shu eski milliy haydovchilik guvohnomasini yangisiga almashtirish bo'yicha tartibi, shaxslarni tasdiqlovchi hujjat hamda pravolari, ogohlantirish tanlovlarini olib, istalgan o'zlariga hududlarga yaqin davlat xizmatlari markaziga, ya'ni shu milliy haydovchilik guvohnomasini almashtirish xizmati bor davlat xizmatlari markaziga bevosita tashrif buyurib, eski milliy haydovchilik guvohnomasi hamda shaxslarni tasdiqlovchi hujjat taqdim etib, belgilangan to'lovlarni amalga oshirib, bemalol yangi milliy haydovchilik guvohnomasiga almashtirish imkoniyatlari bor. Endi bizda eski nimalarda ko'p tushunmaganlarda miyalariga savol bo'lib qoladi, qayta imtihonga kirib almashtiramanmi? Albatta, aynan shu savol bermoqchi edim. Ya'niki xabaringiz bo'lgan bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining buyrug'i bilan 2023-yil 31-dekabrgacha eski turdagi milliy haydovchilik guvohnomasi yangisiga almashtirilsin. Agar shu kungacha almashtirilmasa, qo'lida ko'tarib yurgan milliy haydovchilik guvohnomasi haqiqiy emas deb topilgan. Ya'ni u milliy haydovchilik guvohnoma bilan avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas. Albatta. Shuni hisobiga ularda endi bizda mana 23-yildan 2025-yilgacha orada 2 yil vaqt o'tdi. Kimdir miyasida, kimdir shunaqa qayta imtihonga topshiramanmi, imtihonlar qiyin bo'lib ketdi, yo'q, unaqa narsa yo'q. Faqat o'sha shaxslarni tasdiqlovchi hujjat, pravolari, ogohlantirish tanlovlarini olib, bevosita tashrif buyurib, davlat xizmatlari markazidan hech qanaqa muammosiz almashtirish imkoniyatlari mavjud. Albatta, amal qilish muddati bo'ladimi unda? Amal qilish muddati har bitta milliy haydovchilik guvohnomalarida 10 yil amal qilish muddati bor. Istisno tariqasida bir xilga holatlar bo'ladi. Tibbiy xodimlarning xulosasiga asosan, ya'niki har yili bir yilda bir tibbiy ko'rikdan o'tib avtotransport boshqarish mumkin degan xulosalar chiqib qoladi. Bu ayrim fuqarolarda chiqadi bu. Endi biz uni doktor xulosasiga qarab turib, unga qarab turib beriladi. Lekin o'zi aksariyat sog'lom, hech qanaqa bir sog'lig'ida muammosi bo'lmaydigan bo'lsa, amal qilish muddati 10 yilga etib belgilanadi. 10 yilda bir yangilab yuriladi haydovchilik huquqi. Demak, 10 yildan keyin yangilaganda undan hech qanaqa test sinovlari o'tkazilmaydi. Yo'q, test sinovlari, uni haydovchilik huquqi test sinovlari qaysi tartibda o'tkaziladi? Test sinovlari qachonki alkogol vositalari bilan avtotransport boshqaruvida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan qo'lga olinganda hamda sud qarori bilan kesilganda haydovchilik huquqidan mahrum etadi. O'sha mahrum etilgan huquqqa yana qayta haydovchilik huquqini olish uchun qayta imtihondan topshiriladi. Undan boshqa holatlarda hech qanaqa imtihon topshirilmaydi. Juda ham bir ajoyib ma'lumot bo'ldi va ajoyib yana bir savolim bor. Farhodbek aka, qanday hollarda haydovchilik guvohnomasidan fuqaro mahrum bo'lishi mumkin? Qanday holatlarda? Xo'p, birinchi navbatda hozir aytganimdek, avtotransport vositasini alkogol spirtli ichimliklar bilan boshqarganda yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan aniqlanib, tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, sud qarori chiqqandan keyin mahrum etiladi. Hamda avtotransport vositasida avtohalokatga uchraganda, o'ta og'ir holatlar kelib chiqqanda, unda ham sud hukmi bilan haydovchilik guvohnomasidan mahrum etilishi mumkin. Juda ham ajoyib javob bo'ldi. Rahmat. Bizga yana bir savol yetib kelgan. Mayning 13-kuni 18 yoshga to'laman. Men ham pravo olsam bo'ladimi deb yozishibdi. O'zi qandaydir yosh chegarasi bormi? Necha yoshdan keyin pravoga o'qisa bo'ladi? Haydovchilik guvohnomasi. Haydovchilik guvohnomasini birinchi marta olish tartibi qarorda muayyan belgilangan 18 yoshga to'lgandan so'ng milliy haydovchilik guvohnomasi taqdim etiladi. Ya'ni 18 yoshga yetganda haydovchilikka fuqaro tayyor hisoblanadi. Ungacha endi baribir yosh hisoblanadi. Shunga faqat 18 yoshga to'lganlaridan keyin
bemalol milliy haydovchilik guvohnomasini olishlari, avtotransport vositasini boshqarishlari mumkin belgilangan toifalar asosida. Albatta, shu bilan birga mana hozir juda ham ko'p uchratmoqdamiz Farhodbek aka. A toifadagi, demak, ya'ni skuterlar uchun yosh bolalarimiz ham haydab yurishibdi. Bularga qanday bir endi uni yosh bolalarimiz haydab yurishgan, endi u tezlik chegarasi 20 yoki 10 km/soat tezlikdan oshmagan skuterlarni aytiladi. Lekin tezlik chegarasi 20 km/soat tezlikdan oshadigan skuterlar hammasiga A toifa haydovchilik guvohnomasi talab etiladi. A toifa olish uchun qisqacha ma'lumot berib o'tib ketsam maylimi? Albatta, bemalol. A toifa olish uchun, ya'ni o'sha mototsikl, skuterlarni boshqarish uchun tegishli ruxsat olish uchun ikki xil tartib bor. Birinchi tartibi B toifalik haydovchilik guvohnomasida muayyan 1 yil muddatda avtotransport boshqarilganligi to'g'risidagi hujjatda, ya'ni o'zini nomida biz avtotransport vositasini davlat ro'yxatidan o'tkazish xalq tilida texpasport deydi, o'zini nomida bo'lsa yoki ishonchnoma asosida sug'urtasi bilan birga hududiy ro'yxatdan o'tkazish bo'limlariga taqdim etiladi. 1 yillik staj, ya'ni 1 yillik tajribasi bo'lishi kerak yengil mashina haydashda. Tegishli hududiy ro'yxatdan o'tkazish bo'limlari uni ko'rib, tajribalari tasdiqlangandan so'ng yo'llanma yozib berishadi. Eng yaqin o'sha imtihon olish markazlariga yo'llanma yozib berishadi. Bir martalik to'lovini to'lab, imtihon markazidan o'tib, bizga tashrif buyurib, ya'ni Namangan davlat xizmatlari markaziga bevosita tashrif buyurib, bemalol A toifani, yana haydovchilik guvohnomasini almashtirib, A toifani olib ruxsatni olib ketishlari mumkin. Faqat imtihonni muvaffaqiyatli topshirgandan so'ng. Men uchun to'g'risi bu yangilik bo'ldi. Bilmas edim, A toifani olish uchun hech bo'lmasa 1 yil mana shu B toifadagi haydovchilik stajiga ega bo'lish kerakligi haqida. Menimcha sizga ham juda ham manfaatli bo'ldi, qadrli modelli muxlislar, radio tinglovchilar. Rahmat aytamiz Farhodbek aka. Bugun ko'plab ma'lumotlarni demak bizga aytib o'tdingiz va muxlislarimizga juda ham manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz va ular ham o'z yuborgan nomalariga javob ola olishdi degan xulosaga keldim. Sizga rahmat aytamiz avvalambor tashrifingiz uchun va kelgusi sonlarimizda, dasturimizning keyingi sonlarida albatta uchrashguncha deb qolamiz. Rahmat katta. Muhtaram